İkinci leksiyamız hürmetlik vatandaşımız endi ameliy mesele qaytib kelimiz. Mesela onun mu kolu yetmeydigan, bunun mu kolu yetmeydigan, ta'sir ko'rsatilmaydiganligi o'zgartirilmaydigan bir qonuniyat, iqtisodiy qonuniyatlar. Moşu qonuniyatlar Jungoda qandaq hal qilinyapti, qandaq muomala qilinyapti, qandaq turiz o'tirg'i chiqyapti. Bu masala Jungo hukumati qandaq muomala qilyapti. Biz sizlarga leksiyalarimizda so'zlab keldik, ikki qatim so'zildik. Xeçinlian xonimning leksiyasini bugun yana Jungo iqtisodi to'g'risida Xeçinlian xonimning maqolasi bilan sizlarni tanishtiramiz vatandoshlarım. Xeçinlian Jungo iqtisodining 6 zo'r qiyinchiligi mavzuliq maqola 5-oyning 19 kun Jungoga nazar to'rbiyeti e'lon qilindi. Qo'shimcha mavzuda mundaq ko'rsatildi. Bu maqola xalqaro iqtisod masalalari mutaxassisi Xeçinlian xonimning Kanada Ottawa Shanti xalqaro munbirda ochiq so'zlagan leksiyasidir. Maqola mundaq boshlandi. Yo'l tep-tez bo'lmaydi. İnsanın hayatını özgermeydiğen bir xilli boliverdiğen turmuş yok. 4 yıllık Ali mektep hayatıda seherde quyosh, kechdi yulduzda guvoh bo'ldi ki. Bu demek o'quvchilarga so'zlayotgan bo'lish kerak. Kutubxona va o'zligida o'rganishlar dalil bo'la oladiki, qisqasi har bir kishining Ali mektep hayoti unda o'ngishli bo'lmaydi va ravon bo'lmaydi. Her birimiz saqlanğılı bolmaydigan bir xil ahvolda o'ngsizlikqa uchraymiz, qiyinchilikqa uchraymiz. Qiyinchilik uchraganda elishga jur'at qilishimiz kerak. Yuqori o'rlashga botirlik ko'rsatishimiz kerak. Özümüzü tüven çağlamasligimiz lazım. Onundan ağırınıp, bunundan rencip yürümesligimiz lazım. Herkesimiz özümüz tasavvur arqılık yasavalgan xiyali dünyada yaşamasligimiz gerek. Rengdar bir dünyaya kapsılıp kalmasligimiz lazım. Yaşlık baharımızda behudu ötküzmesligimiz lazım. Mana bu Xeçinlian xonimning Ottawa universitetida o'quvchi so'zlagan leksiyasining 5-i. Endi Jungo iqtisodining birinchi qiyinchiligi dunyoviy zavod bo'lish o'rni zaiflashdi. Sanoat qurilmasini tartib solish qiyinga to'xtadi. Jungo bu dunyoning zavodi bo'lgan davlat edi. 2001 yılda 2010 yılgacha 10 yildak parlaq kunlarni boshdan kechirib, Jungo oxiri qutqazg'ili bo'lmaydigan darajada zaiflashishga boshladi. Diqqat vatandoshim. Mana bu diqqat qiladigan nuqtalar tayban bu emas. Yaqinda bir-iki yangi xabarlarga asoslangan dunyoviy zavodning muhim sexi hisoblangan Guangdong Dongwanda ikkinchi qatimliq shirkatlarning taqilish to'lqini ko'tarildi. Anlaşılan qaraganda o'tgan yil 2015 yil 1 yil atrofidagi vaqt ichida 4000 yurishlik shirkat taqaldi. Dunyoviy zavod deb atalgan Jungoning burilish nuqtasi 2008 yili boshlandi. Esinglarda bormi? 2008 yil iqtisodiy jihatdan burilish bo'lib edi. Millatchilikni ko'tarib Tibetli xasada qirg'inchilikdan boshladi. 2009 yil davomlashtirib Urumchida 7-oyning 5-kuni millatchilikni ko'tarib Uyg'urlarni qirg'in qildi. Qirg'inchilikdan boshladi. Demak, bu masalalar iqtisod taraqqiyotining chekinishiga munosabatlik masalalar. 2012 yılgacha ochiq sonliq ma'lumot shundoq bo'ldiki, Guangdong Dongwanda 72 ming yurishlik shirkat taqaldi. 2012 yilgacha 72 ming yurishlik shirkat taqaldi. Hozir amgak sijilligini alaydilik qilgan Dongwanda qurilgan shirkatlar orqa-orqadan taqalishga boshladi. Ekologik muhit va amgak kuchlarining hayotini dasmiy qilgan Jungo iqtisodini taraqqiy qildirish andajasi ahirgi chekka yetib keldi. Bundan burun Jungo iqtisodini taraqqiy qildirgan 3 otliq harbi Jungoda aloqador taraflarning aytishicha mablag' solish, tashqi savdo, ichki ehtiyoj bugun bu 3 otliq harbining otlari biraqli o'ldi. Bu yil birinchi faslda tashqi savdoning taraqqiyot o'xshash mazgilga solishtirganda 15% o'llab ketdi. Tashqi savdo hamda Jungo iqtisodini harakatlantirolmaydigan holga kelib qoldi. O'tgan 20 yildan bir uy imoratchilik Jungo iqtisodini yetaklaydigan parovoz edi. Boshlanish bilan mozg'aplashgan uy imorat tijorati bugun kelganda to'xtab qolishga majbur bo'ldi.
Gerçi hükümet ve şirketler imaret ticaretinin tüvengi sırlışın tosup kalmakçı bolgan bolsu mu? Lekin imaret ticaret yeteklep bağıdığan 10 neçe yukarı tüven şirketler bütünley işlep çıkarış mahsulatları setilmay besilip kalgan ceryanğı kirip kaldı. Demek hazır imaret ticareti Beijing'de ya Cungo'da mana muşunda terakki kılıvatı doya ki besilip kaldı. Terakki kılıştığı yok değil. İmaret kasbiga yaqin turadigan po'lat to'miri sanoati simont ishlab chiqarish 30% atrofida mahsulot eshib qolishga duch keldi. Pol taxtay ishlab chiqarish, oila saymonlar, to'qimachilik sanoati qatorliq munosabatli sanoat to'rlarida mahsulot besilib qolish ig'irlashdi. Bundaq besilib qolish, eshib qolish navbati Jungo iqtisodining yadro tahdidi deb ataldi. Yadro tahdidi deb ataldı. Xuddi yadro bombası o'xshash har qanday vaqt iqtisodiy krizisning portlaydiganligidan bishorat berdi. Yuqorqi masalalar Jungo iqtisodining qurilmalik tartibiga ümidsizlikning yepishib kelganligini ko'rsatadi. Atalmış iqtisodiy qurilma tartib solish deganlik hukumat qachon xolasa shu vaqt tartib sola oladi deganlik emas. Men zukam keçiren vatandaşım. 2005 yılı Guangdong ülkesinde qapaz boşlup qışqaşlı almashtırış şuarını götürüp çıkan. Bu deganlik emgak sicilliği küçlük sanat torlarını bekar kılıp, texnik sicilliği küçlük yuqori texniklik sanat torlarını elip giriş deganlik idi. Netice nime boldu? Qapaz boştuldu. Qushqoz uchib ketdi, yangi qushqoz qapazga kirmadi. Navbatda Jojiang dil sanati ishi kavak por kötekке aylanıp kaldı.